Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. So'nggi yillarda dunyo miqyosida, shu jumladan O'zbekistonda ham elektromobillar tobora ommalashib bormoqda. Bu ayniqsa poytaxtimiz va barcha hududlarda yaqqol ko'zga tashlanyapti. Bugun O'zbekiston yo'llarida nafaqat xorijdan zamonaviy elektromobillarni, balki o'zimizda ishlab chiqarilayotganlarni ham ko'rishimiz mumkin. Davlatimiz tomonidan elektromobillarni, shu jumladan elektrobuslarni ommalashtirish, ularning uzluksiz harakatlanishi uchun zarur infratuzilmani rivojlantirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Qisqa vaqt davomida ko'p qavatli uylar atrofida, xonadonlarda, savdo markazlari, mehmonxona va dam olish maskanlari, avtoturargohlarida quvvat olayotgan elektromobillarni ko'rish oddiy holga aylandi. Elektromobillar va ularga zarur infratuzilmani tobora ko'payishi texnik xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya etilishini kun tartibiga olib chiqmoqda. Elektromobillar va ularni quvvatlantirish stansiyalaridan noto'g'ri foydalanish ayanchli holatlarga olib kelayotganligini ham aytib o'tish kerak. Bugun shular haqida fikrlashamiz. Studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz, ular bilan tanishtirib o'taman. Fikret Umerov elektromobillar va ularning infratuzilmasi bo'yicha ilmiy tadqiqot laboratoriyasi boshlig'i. Bekzod Ochilov, BYD Uzbekistan Factory qo'shma korxonasi yuridik departamenti direktori. Erkaboy Sobirov, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi yong'in va qutqaruv texnikalari kafedrasi boshlig'i. Kozim Ubaydullayev, Toshkent shahar elektr tarmoqlari maslahat cheklangan jamiyati mutaxassisi. Hurmatli ekspertlar, studiyamizga xush kelibsiz. Bugun ushbu dolzarb mavzuda muloqot qilamiz. Elektromobillar infratuzilmasining rivojlanishi va xavfsizlik texnik qoidalariga bugun e'tibor qaratmoqchimiz. Sizga ko'plab savollarimiz bor. Albatta, o'zingizning yo'nalishingiz, sohangiz bo'yicha olib borilayotgan ishlar, qo'yilgan vazifalar, ularning ijrosi bo'yicha sizning fikrlaringiz biz uchun nihoyatda muhim. Dastlab mamlakatimizda elektromobillar bozorini rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan ishlar, qo'yilgan maqsad, unga erishish yo'lida qilinayotgan sa'y-harakatlarga e'tibor qaratsak. Marhamat. Hozirgi kunda O'zbekistonda katta shijoat bilan elektromobillar kirib kelmoqda. Bu narsa respublikamizda 2020-yillardan boshlandi. Respublikamiz rahbariyati tomonidan O'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati oldiga mana shu respublikamizda avtomobilsozlik sohasida elektr avtomobilsozlik sohasini yaratish topshirig'i qo'yildi. Shu bois O'z avtosanoat BYD kompaniyasi bilan dunyodagi yetakchi elektromobil ishlab chiqaruvchi kompaniya bilan muzokaralar olib bordi va bu masala uzul-kesil 2022-yilda hal etildi va respublikamizda ilk bor BYD Uzbekistan Factory qo'shma korxonasi ta'sis etildi. 24-yil iyun oyidan boshlab, aniqroq aytadigan bo'lsa, 2024-yil 27-iyun kuni davlatimiz rahbari va BYD kompaniyasining raisi birgalikda Jizzax shahrida BYD Uzbekistan Factory korxonasini zavodini ochib berdi va hozirgi kunda ushbu zavod to'laqonli ravishda faoliyat yuritib, elektromobillar va gibridli avtomobillarni ishlab chiqarishni boshladi. Elektromobillar va gibridli avtomobillar bu jahondagi hozirgi avtomobilsozlikdagi asosiy trendlardan biri bo'lib, ayniqsa shaharsozlik sharoitida ikkita asosiy muammoni, birinchisi bu tovush muammosini hal etsa, ikkinchidan esa atmosferaga zararli gazlarni chiqarish muammosini uzul-kesil hal etadi. Shu nuqtai nazardan va uchinchisi esa yoqilg'ini tejashi nuqtai nazardan bu juda ham aholi uchun ham, jamiyat uchun ham, davlat uchun ham kerakli mahsulot hisoblanadi. Fikret, elektromobillar va ularning infratuzilmasi bo'yicha ilmiy tadqiqot laboratoriyani boshqarasiz. Siz oldingi muloqotlarda ham jarayonlar haqida bizga ma'lumot bergansiz va aytingchi, bugun qanday bir yangi loyihalarimiz bor? Ilmiy tadqiqotlarni bugun amaliyotga tatbiq etishda qanday bir samaraga, natijalarga erishyapmiz? Bugungi kunda birinchi o'rinda elektromobillar yo'nalishi bu yangi bizning respublikamizda bir necha yil oldin kirib kelgan yo'nalish bo'lib, bu yerda ularni elektromobillarni bu laboratoriyamizda iqlim sharoitlariga nisbatan ilmiy tadqiqot ishlarini olib boramiz. Eng dolzarb masalalardan biri, chunki ko'pchilikda savol tug'iladi, qishki paytda resurs boyagi probeg kamayib ketadi, yoz faslda u qizib ketmaydimi, yonib ketmaydimi degan savollar. Mana shu yo'nalishlar bo'yicha juda ham jadal ravishda boyagi ilmiy tadqiqot izlanishlar olib boramiz. Bundan tashqari elektromobillarga texnik ekspluatatsiya demak jarayonni amalga oshirishda, ularga xizmat ko'rsatishda malakaviy mutaxassislar tayyorlash bo'yicha ham yangi yo'nalish ochilgan. Shu yo'nalish bo'yicha mutaxassislar, chunki mutaxassislar kerak.
kerak. Chunki malakaviy mutaxassislarga juda ham ko'p narsa bog'liq elektromobillarni ta'mirlashda, ularga texnik xizmat ko'rsatishda. Chunki uni noto'g'ri texnik xizmat ko'rsatishda bizda har xil turdagi yong'in xavfsizligi yoki boshqa boyagi resurs kamayib ketishi, elektronikasi chunki juda ham murakkab bo'ladi. Zamonaviy elektromobillarda hamma masalalar bo'yicha ilmiy tadqiqot izlanishlar olib boradi. Bu yo'nalishlar bo'yicha shu bakalavr yo'nalishida bugungi kunda magistr yo'nalishini ham ochilyapti. Malakaviy mutaxassislarni tayyorlab boryapmiz. Demak, asosiy e'tibor o'sha texnik xavfsizlik jihatlariga e'tibor qaratilyapti va mutaxassislarning malakasini oshirish, ularni tayyorlash, chunki elektromobillarga xizmat ko'rsatadigan ixtisoslashgan kadrlar desak ham bo'ladi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, demak uni hamma ham tushunavermaydi va noto'g'ri qilingan ta'mir bir og'ir ahvolga olib kelishi mumkin va uni avtomobilni yonishigacha olib kelgan holatlarga solishi mumkin bo'ladi. Ishlab chiqarish bilan birgalikda integratsiya ravishda mana shu lokalizatsiya jarayoni amalga oshirilyapti. Shu bilan birgalikda mana shu iqlim sharoitida qaysi detallar, mexanizmlar, tizimlar bizani iqlim sharoitiga to'g'ri keladi. Mana shuni lokalizatsiya jarayonida ham hamkorlikda ishlar olib borilyapti. Yurtdoshlarimiz yana elektromobilga bo'lgan talabi ortib borayotganligini va mamlakatimizda nafaqat elektromobil, boshqa avtomobillarga ham sog'lom raqobat asosida tanlov imkoniyatlari kengayib boryapti. Kimdir elektromobilni, kimdir boshqa turdagi avtomobillarni sotib olish imkoniyatlari bor va buning uchun yurtdoshlarimizga katta bir tanlov, katta bir bozor bugun taqdim etilgan va o'z o'rnida unga texnik xizmat ko'rsatish, sifatli xizmat ko'rsatishga ham bir alohida e'tibor berilayotganligini, kadrlar tayyorlash, aytganingizdek mahalliylashtirish, bizni iqlim sharoitlarimizga mos keladigan uskunalarni, jihozlarni o'zimizda ishlab chiqarish bu katta, demak, imkoniyatlarni bizga taqdim etadi. Erkaboy aka, bevosita texnik yoki xavfsizlik nuqtai nazaridan sizga murojaat qilmoqchi edik. Bugun yong'in va qutqaruv texnikalari kafedrasida ta'lim berasiz, yoshlar bilan ishlaysiz. Bugun elektromobillarni xavfsizligini ta'minlash, ularni yong'indan asrash, yong'in holatlarini keltirib chiqarmaslik uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak va ta'limda qanday bir yangiliklar bor, qiziqish qanday bu sohaga? Marhamat. So'nggi yillarda yo'llarimizda elektromobillar ancha ko'payib qoldi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda akademiyamizda aynan yong'in va qutqaruv texnikalari kafedrasida elektromobillarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bir qator ilmiy izlanishlar olib borilyapti. 2024-yil holatiga Amerika Qo'shma Shtatlarida 2,5 millionga yaqin elektromobil ro'yxatga olingan. Hisoblab qaraydigan bo'lsak, o'rganish natijalariga ko'ra, u yerda sodir bo'lgan yong'inlar har 10 mingta avtomobilga 2,5 ta yong'in to'g'ri kelyapti. Xitoy Xalq Respublikasida 20 milliondan ortiq avtomobil ro'yxatga olingan va ularda yong'inning kelib chiqishi har 10 mingta avtomobilga 2 tani tashkil qiladi. Xuddi shunaqa Buyuk Britaniya tajribasi bo'yicha ham o'rganishlar olib borilganda, bularda ham demak har 10 mingta avtomobilga 1,18 ta yong'in holatlari kelib chiqqanligini bizlar statistikadan bilib oldik. Xuddi shu statistikadan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasida ham demak bashorat natijasiga ko'ra har 10 mingta avtomobillarga demak 2 ta yong'in kelib chiqishi bashorat qilindi. Agar respublikamizda aynan mana shu elektromobillar bilan sodir bo'lgan yong'inlar statistikasiga to'xtaladigan bo'lsak, 2023-yildan to hozirgi kunga qadar demak jami 7 ta yong'in sodir bo'lgan. Shundan demak 2 ta yong'in 2023-yilda, 2 ta yong'in 2024-yilda va 3 ta yong'in 2025-yilda sodir bo'lgan. 2023-yilda sodir bo'lgan yong'inlarning sabablariga to'xtaladigan bo'lsak, bu birinchi holat demak treylerda olib ketish vaqtida yong'in kelib chiqqan. 2024-yilda sodir bo'lgan yong'inlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu aynan ta'mirlash vaqtida yuzaga kelgan. Ko'p narsa haydovchilarimizga bog'liq. Yurtdoshlarimiz elektromobildan foydalanyaptimi? Demak, aytganingizdek, o'sha dilerlik markazlariga murojaat qilish kerak. Elektromobil olishda uni sotib olmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizda ikkilanish yuzaga kelishi mumkin. Bu avtomobil olsammi yo bunisini olsammi degan bir savollar ham albatta o'rinli kelib chiqish ehtimoli bor. Demak, texnik jihatdan uni o'sha mukammal qilib ta'mirlatib, o'z ustalariga, malakali mutaxassislarga agar ko'rsatib, zarur bo'lganda ta'mirlarni amalga oshiradigan bo'lsak, demak, hech qanday yong'inlarga sabab, asos yo'q. Kozim Ubaydullayev bevosita Toshkent shahar elektr tarmoqlarida faoliyat yuritadi, mutaxassisimiz. Shunday murojaatlar bo'lganmi yong'inlar bilan? Bizni bo'limimiz texnik shart bilan shug'ullanadi. Avariya holatlari yoki yong'in holatlari bizga murojaat bo'lib tushmaydi. Bizga yangi iste'molchi, misol uchun elektr tarmoqqa ulanmoqchi bo'lsa yoki bevosita mana zaryadlash qurilmasini qo'ymoqchi bo'lsa, bizga murojaat qiladi. Yagona darcha orqali, davlat xizmatlari orqali murojaat qilinadi. Biz uni ko'rib chiqamiz va tegishli qarorni qabul qilamiz.
aniq raqamlar bormi? Mana elektromobillar yildan yilga ko'payib ketyapti. Uni talab oshib borayotganligini ham ko'ramiz va albatta zaryadlash, quvvatlantirish ham bir alohida bir yo'nalish. Qancha takliflar, talablar kelib tushgan? Misol uchun 2018-yilda quvvatlantirish stansiyasi soni 25 ta bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni 4 tadan oshdi. Asosiy Bu birgina poytaxtimizda. asosiy zaryadlash qurilmalarini quradigan kompaniyalar bor. Bular Tokbor, Megawatt, Greenty, Voltavto va Green Energy Group. Shu kompaniyalardan ko'p murojaatlar keladi. Biz uni ko'rib chiqamiz. Quvvati, joylanishi, qayerdan ulanish mumkin, ulanish o'zi mumkinmi? Aynan shu masala bo'yicha biz ko'rib tegishli javoblarni beramiz. Joy, hudud nuqtai nazaridan demak o'rganiladi. Rad etilgan holatlar ham bo'lgan. Albatta, toifasi noto'g'ri bo'lishi mumkin. Quvvati noto'g'ri belgilangan bo'lishi mumkin va shunga o'xshash, misol uchun manzili noto'g'ri bo'lishi mumkin. O'shani biz hisobga olib turib rad javobini berishimiz mumkin. Prezidentimiz qaroriga muvofiq 24-yilda 2500 taga quvvatlash stansiyalari sonini yetkazish talabi qo'yilgandi. Undan tashqari 24-yilda Vazirlar Mahkamasining 772-sonli qarori imzolandi. Bu qarorga muvofiq 25-yilda barcha quvvatlash stansiyalari va punktlarning soni respublika bo'yicha 20 mingdan ortiqqa yetkazish vazifasi qo'yilgan edi. Hozirgi kunda O'zbekistonning yirik shaharlari Toshkent, Samarqand, Buxoro, Andijon, Farg'ona, Qo'qon shaharlarida bu reja uzil-kesil hal etildi. Yirik shaharlarda aholini talablari bajarilmoqda. Shu bilan birgalikda Toshkent, Andijon, Toshkent, Samarqand yo'nalishlari bo'yicha yo'llarda, ayniqsa Qamchiq dovonida va boshqa muhim nuqtalarda quvvatlash stansiyalarini qurish ishlari ancha ilg'or amalga oshirildi. Lekin sohada kamchiliklar ham bor. Ayniqsa mana kichik shaharlarda tumanlarga kirib borish hozirgacha sust amalga oshirilyapti. Quvvatlash stansiyalari bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar asosiy e'tiborni yirik shaharlarga qaratgan holda kichik shaharlarga kirib borishi sust kechmoqda. Shu bilan birgalikda xususiy tadbirkorlar ayniqsa o'zini yotoqxonalarda, boshqa nuqtalarda o'zlarini tashabbusi orqali qurish ishlarini amalga oshirmoqda. Lekin biz o'ylaymizki, mana shu yirik quvvatlash kompaniyalari kichik shahar tumanlarga ham yaqin orada kirib borishadi. Hali qilinadigan ishlari bor va Albatta. ular sonini anchaga oshirish, demak, mo'ljalga olingan. Bu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Elektr zaryadlovchi stansiyalarni joylashtirishda qaysi geografik va strategik jihatlar e'tiborga olinyapti bugun? Nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Bizda elektromobillar ikki toifaga bo'linadi. Elektromobillar va gibrid transport vositalari ham bor. Agar biz harakatlanadigan demak elektr zaryad stansiyalarida joylashtirish ko'proq infratuzilmaga bog'liq. Demak, qaysi o'sha tepada mutaxassisimiz ta'kidlab o'tganlaridek statistika yuritiladi, qaysi viloyatlarda, qaysi joylarda ko'proq bu elektromobillar soni ortishiga qarab turib. Agar bu elektromobillar infratuzilmasi nuqtai nazaridan o'sha zaryadlash stansiyalari kamroq joy bo'lsa, bu gibrid transport vositalar ko'proq u joyda misol tavsiya etiladi ekspluatatsiya qilish. Sabab o'zini o'zi zaryadlash, demak, generator tarafdan, benzinli dvigatel tarafdan ham amalga oshiriladi. Va qaysi joylarda elektromobillarni o'zlarining sonlari oshib boradigan bo'lsa, bu yerda o'sha elektr stansiyalarni birinchi o'rinda shu geografik nuqtai nazardan ko'paytirish zarur. Bugun ko'p qurilish obyektlarini ko'rganimizda ham, asosan xonadonlarda ham mana qurilish o'sha zaryadlovchi moslamani o'rnatdik yoki o'rnatilgan degan bir e'lonlarga ko'zimiz tushib qoladi. Bu qanchalik to'g'ri? Xonadonlarda zaryadlovchi moslamalarni o'rnatish qanchalik bugun javob beradi xavfsizlik nuqtai nazaridan yoki avtomobilga hech qanday zarari ziyoni yo'qmi? Ekspluatatsiya deganda bu juda ham katta tushuncha, juda ham ko'p faktor va parametrlar e'tiborga olinadi. Mashinani zaryadlash jarayonidan balki uni o'sha harakat qilib borayotgan jarayongacha hamma faktor parametrlar amalga oshiriladi. Bittasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, zaryadlash moslamani ekspluatatsiya jarayonida elektromobilga ta'siri yoki gibrid transport vositasiga uning oddiy zazemleniyasidan boshlanadi. Demak, u setda qanaqangi boyagi загруженностьga qarab turib, o'sha zazemleniyasini e'tiborga olinadi. Boyagi obratniy tok, demak, invertordan qaytadigan bo'lsa, invertor bu o'sha elektromobilning ichida joylashtirilgan moslama elektr tokni kerakli hajmiga o'zgartirib berib, akkumulyatorga joylaydigan. Mana shu obratniy tok kelib qolishlari, o'sha texnik xavfsizlik, yong'inlar kelmasligi uchun u avtomatik ravishda elektromobil aqlli sistema bilan ta'minlangan. Demak, u o'chirilib qo'yiladi va elektroshitda ham bu aqlli o'sha hammasini texnik nuqtai nazardan to'g'ri amalga oshirilsa, avtomatik ravishda qizib ketish jarayonida yoki uni katta tok kelib qolgan jarayonda avtomatik ravishda saqlagichlar ishlab ketadi va zaryadlash uskunasi to'xtaydi
ham elektromobil tarafdan nafaqatgina yong'in yoki qanaqadir nima, balki uni qimmatbaho o'sha mexanizmlarga xavf bo'lmasligi uchun uchirilib, soviguncha yoki normasiga kelguncha u to'xtatilib qo'yiladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan bog'liq zaryadlovchi stansiyalar, masalan, quyosh elektr stansiyalarining imkoniyatlari qanday bugun? Qanchalik biz muqobil energiyadan ham foydalanyapmiz bu borada? Bugungi kunda bular bo'yicha masalan ilmiy tadqiqot laboratoriyasida biz ham ish olib boryapmiz. O'sha muqobil energiyadan foydalanishda qo'shimcha zaryadlash elektromobillarda ilmiy tadqiqotlanishlar olib boryapti. Ham utilizatsiya degan savollar bo'ladi. Utilizatsiyada biz elektromobillarda qaysi qismlarini, batareyalarni qayta ishlatish, ularni balki kam quvvat talab qiladigan, biz bilamiz elektromobilda asosiy ta'minotchi o'sha elektr batareyadan elektr dvigatelga bo'lganligi uchun katta quvvatni bir vaqtda o'zida iste'molni talab qiladi. Balki bu utilizatsiya jarayonida uni batareyalari aytaylik resursi bo'ladi. 8 yildan 10 yilgacha zamonaviy elektr batareyalarda yoki sikl bo'yicha o'lchanadi. Aytaylik 1,5 mingdan 2,5 ming siklgacha. Sikl deganda bu to'liq bitta zaryad va razryad amalda tutiladi. Demak, aytaylik o'sha 5% dan 100% gacha, 100% dan 5-0% gacha tushgani amalda tutiladi. Bu batareyalar qanchalik qimmat, bu ishdan chiqib qolsa qandoq bo'ladi? Bu texnologiya joyida turmaydi. Aytaylik, misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, 3,5 yil oldingi elektromobil narxi aytaylik 25-30 ming dollar turgan. Bu elektr batareyasi-chi bu yerda 13-14 ming dollar turgan. Elektromobilda yarim narxida-da. Bugungi kunda 3,5 yil o'tgandan keyin shu elektromobilda eski texnologiyada ishlab turilgan batareyasi taxminan 4-4,5 ming dollar turyapti. Ko'rib turibsizki, tan narxi tushib boryapti. Hozirgi kunda ham zamonaviy elektromobillar batareyalari 4-5 yildan keyin o'zini aytaylik 8-8,5 yil degradatsiyasidan keyin elektromobilda umumiy tan narxida aytaylik 3 dan 1 qismi turayotgan bo'lsa bugungi kunda unda o'sha 10 dan 1 qismiga, 10 dan 2 qismiga tushib boradi. Sabab texnologiya joyida turmaydi, zamonaviylari chiqaveradi. O'rgangan sari uni narx-navosiga ham bevosita bozor ta'sir qiladi va biz kuzatyapmiz tajribalardan, demak, o'sha batareyalarning narxlari yildan yilga tushib boryapti va yangi bir texnologiyalar kelib kelishi va bozorda talab ortib borishi, ko'proq ishlab chiqarilishi natijasida, demak, albatta sifatli mahsulotlar ko'proq ishlab chiqarish natijasida u narx-navosiga ham ta'sir qilayotganligini va bu yurtdoshlarimizni ham umuman bu bozor ishtirokchilarini ham xavotirga solmasligini yana bir dalili deyishimiz mumkin. Ko'p hollarda eshitamizki, elektromobil yonayotganda unga suv sepib bo'lmaydi yoki yaqinlashib bo'lmaydi degan bir tavsiyalarni ayrim mutaxassislar yo nomutaxassislar yoki boshqa bir yurtdoshlarimizdan eshitib qolamiz. Qanchalik asosli bu fikrlar? Elektromobillarda yong'in sodir bo'ladigan bo'lsa, eng asosiy vosita bu suv hisoblanadi, yong'in o'chirish vositasi. Shunday bir talabni qo'yish kerakki, aynan mana shu zaryadlash stansiyalarining atrofida katta miqdorda suv manbai yoki bo'lmasa yong'in o'chirish gidrantlari bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Chunki xorij tajribasini o'rganib chiqqanimizda shu ma'lum bo'ldiki, ko'pchilik yong'inlar aynan mana shu zaryadlash vaqtida kelib chiqqan holatlari ham duch kelganmiz. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bu elektromobillarda yong'in sodir bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda juda katta miqdorda suv talab qilinadi. Hammamizga ma'lumki, hozirgi vaqtda elektromobillarda ikki xil batareyalar qo'yilgan. Birinchisi litiy ionli batareyalar va ikkinchisi black white. Black white turdagi akkumulyator batareyalari bu 5 pog'onali himoya qoplamiga ega. Endi o'chirishga bevosita to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda xorij tajribalari shuni ko'rsatyaptiki, hozirgi kunda bir qator yong'in o'chirish usul va uslublari ko'rib chiqilgan va bizlar bu tajribalarni o'rganib chiqdik va aynan mana shu Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in o'chirish va favqulodda vaziyatlar muammolari bo'yicha ilmiy tadqiqot instituti tomonidan aynan mana shu teshikli yong'in o'chirish dastaklari ishlab chiqildi. Elektromobilga bevosita to'xtaladigan bo'lsak, uni akkumulyator batareyalar biz bilamizki, haydovchining o'rindig'i hamda yo'lovchilarning o'rindig'ining ostida joylashgan. Agar ichki yonuv dvigatellari bilan elektromobillarni yong'in o'chirish uslubini o'zaro solishtiradigan bo'lsak, uni kuzov qismi yoki boshqa qismlari yonadigan bo'lsa, yong'in o'chirish usuli bir xil bo'ladi, lekin aynan yong'in uning batareykasiga o'tib ketadigan bo'lsa, bu juda ham katta miqdorda suvni talab qiladi. Sababi litiy ionli yoki bo'lmasa black white batareykalarining ichida turli xil kimyoviy moddalar mavjud va bularni o'chirish hozirgi kunda nafaqat O'zbekistonda, balki butun jahonda hozir dolzarb muammolardan biri bo'lib qolyapti.
demak uni yechimi bo'yicha hali oydinlik kiritish kerak bo'ladi, ancha ishlanish kerak bo'ladi. Chunki bu batareykani ichida turgan modda shunday holatlarga ham olib kelishi mumkinki, suv tegishi natijasida u yong'inni yanada kuchaytirishi yoki portlashlarga ham olib kelishi mumkin. Va atrofdagi uni yong'in sodir bo'lganda uni atrofdagi zararni ham hisoblab chiqishimiz kerak. Agar xonadonda bo'lishi mumkin yoki zararlovchi o'sha moslamalardan ko'cha-ko'yda bo'lishi mumkin, obyektlarda bo'lishi mumkin. Demak, atrofdagi avtomobilga yoki o'sha xonadonning o'ziga yoki qo'ni-qo'shniga yoki mahallaga juda katta zarar yetkazishi mumkin bo'ladi. Respublikamizda hozir kungacha yongan 7 ta avtomobilni oladigan bo'lsak, 2 ta avtomobilni chiqarib tashlaymiz, u yerga endi qasddan yoqish uyushtirilgan. Qolgan 5 ta avtomobilni bitta xususiyati bor. Mana shu bizni mutaxassislarimiz, injenerlarimiz har bitta holatni o'sha o'rganib chiqdi. 5 ta avtomobilni barchasi respublikamizga norasmiy olib kelingan avtomobillar. Buni oqibatda biz nimani olamiz? Bu avtomobillarga o'zining dilerlik punktlari, maxsus servis punktlari mavjud bo'lmagan holda ko'chadan norasmiy xizmat ko'rsatilgan. Norasmiy xizmat ko'rsatishda ikkita avtomobillar akkumulyatorga norasmiy aralashuv bo'lgan va buni natijasida akkumulyatordagi tuzatishlar oxirigacha yetkazilmagan. Bitta holatda avtomobilni boshqaruv tizimiga SIM karta noqonuniy o'rnatilish natijasida tegishli mutaxassisni kvalifikatsiyasi yetmagan va u yerda bir-biriga tegib qolgan va bitta holatda esa norasmiy qurilma avtomobilga qo'shib o'rnatilgan. Mana shu holatlar yong'inni kelib chiqardi. Agarda avtomobil rasmiy olib keladigan bo'lsa, u birinchidan rasmiy dilerlik markazlarida va servis xizmatlarida xizmat ko'rsatiladi. Ikkinchidan elektromobillar to'liq xavfsiz. Unda masalan mana BYD avtomobillarni oladigan bo'lsak, uni markasiga ko'ra 7 tadan 12 tagacha maxsus xavfsizlik tizimlari mavjud. Elektromobilni himoya qiluvchi, ya'ni qizib ketadigan bo'lsa, elektromobillar akkumulyatorni avtomatik ravishda uzib tashlaydi. Bu bilan energiya, elektromotor va akkumulyator o'rtasida bog'liqlik bo'lmaydi. Undan tashqari akkumulyator sovuq faslda qizdirib olish xususiyatiga ega. Ya'ni mana shu xususiyatlarni inobatga oladigan bo'lsak, ana unda bizni tinglovchilarda elektromobillarga nisbatan to'g'ri va adolatli va obyektiv fikr paydo bo'ladi. Elektromobillar ommalashib borayotgani nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratyapti bugun va yangi texnologiyalarni joriy etishga, tadbirkorlikni rivojlantirishga va ekologiyaga bo'lgan zararni kamaytirish uchun ham yangi imkoniyatlarni taqdim etayotganligini ko'rishimiz mumkin. Tadbirkorlar uchun qanday imkoniyatlar yaratilgan? Umuman O'zbekistonda avtomobilsozlikni, xususan elektromobilsozlikni rivojlantirish bu birinchi o'rinda multiplikativ effekt nuqtai nazaridan qaraladi. Bu deganimiz, agarda biz masalan mana BYD O'zbekiston Factory zavodi misolda oladigan bo'lsak, hozirgi kunga qadar biz 30 ga yaqin mahalliylashtirish kompaniyasi bilan birga ishlayapmiz. Bu degani zavodimizda qariyb 1,5 mingta xodim ishlaydigan bo'lsa, mahalliylashtirish kompaniyalarini o'zida 5000 ga yaqin ishchi ishlaydi. Mahalliylashtirish kompaniyasini ta'minotchi korxonalar bor. Ularda ham 3000 ta. Bu degani biz bitta ish o'rin yaratishda 10 mingta ish o'rin yaratdik degani. Shu bilan birgalikda masalan biz mana mahalliylashtirish va kooperatsiya aloqalari orqali respublikamizda kichik tadbirkorlarni, o'rta tadbirkorlarni va yirik biznesni qo'llab-quvvatlamoqdamiz. Shu bilan birgalikda masalan avtomobillarimizni o'rindiqlarini ishlab chiqarish, bamperlarni ishlab chiqarish, salondagi plastmassa detallarni ishlab chiqarish, ayrim qismlarini bo'yashni hozirgi kunda biz mahalliylashtirdik. Ya'ni kundan kunga avtomobillarimizni mahalliylashtirish orqali biz birinchidan mahalliylashtirish kompaniyalarini rivojlantirmoqchimiz. Ikkinchidan yana shu narsani e'tibor qaratmoqchimanki, zavodimiz Jizzax viloyatida, Jizzax shahrida joylashganligi sababli biz o'z atrofimizga respublikaning boshqa qismlaridan va chet eldan mahalliylashtirish kompaniyalarini chaqirib kelyapti. Yonimizda joylashyapti. Bu bilan biz nafaqat zavodimizni, balki Jizzax shahri, Jizzax viloyatini rivojlanishiga ham hissa qo'shib, mana shu yerdagi aholini ish bilan ta'minlash, xavfsizlik nuqtai nazaridan va kadrlar tayyorlash masalalariga ham to'xtaldingiz va albatta bu o'sha mana kadrlar tayyorlanib, mana yuqorida aytganlaridek yangi ish o'rinlari yaratilyapti, ularning bandligi ta'minlanyapti, oilalarga daromad kiryapti. Har bir sohani rivojlanishi yangi imkoniyatlarni ochaveradi va aholi bandligini ta'minlashda, ularning daromad topishida, turmush farovonligini yaxshilanishida o'zining hissasini qo'shadi va kadrlarimiz ham demak sifatli xizmat ko'rsatishga, sog'lom raqobat muhitida yashashga demak harakat qilishadi. Elektromobillar uchun ishlab chiqilgan xavfsizlik qoidalari
an'anaviy avtomobil qoidalaridan nimasi bilan farq qiladi? Birinchi o'rinda vaqt me'yorlari bo'yicha texnik xizmat ko'rsatish. Texnik xizmat ko'rsatish deganda ko'pchilik elektromobilni oldim, zaryadga qildim, bo'ldi, yurdim degani emas. Bu agar ichki yon dvigatelli gibrid bo'ladigan bo'lsa, vaqtida o'zini dvigatelda moyini, reduktorda moyini almashtirish kerak. Birinchi o'rinda elektron diagnostikani albatta har yarim yilda amalga oshirish kerak. Kompyuterni diagnostika deydi. Elektromobilda ham xuddi shunaqangi. Bu jarayonda malakaviy mutaxassislar tomonidan agar bu amalga oshiriladigan bo'lsa, kelib chiqishi mumkin bo'lgan dasturiy ta'minotida yoki elektron tizimlarda, o'sha elektron boshqaruv kompyuter tizimlarida farqli ravishda avtomobillarga nisbatan bu ancha murakkabroq hisoblanadi. Hammasini o'sha tashxis qo'yib ko'rib borish mumkin. Agar elektromobilga o'z vaqt me'yorlarida bu texnik xizmat ko'rsatilmaydigan bo'lsa, bu ham boyagi yuqorida aytib o'tilgan har xil texnik nosozlik holatlari, yong'in holatgacha ham olib kelishi mumkin bo'lgan. O'sha bu degani albatta juda ham yillar davomida bunga xizmat ko'rsatilmagan yoki malakaviy mutaxassislar tomonidan xizmat ko'rsatilmagan holatdagina. Undan tashqari elektromobillarda ko'pchilik yana savollar bo'ladi. Bu harakat davomida sog'liqqa qanaqadir ta'siri bormi? Bu Shunday savollarimiz ham afsuski bor. Ko'pchilik qiziqtiradi. Sog'liqqa ta'sir bormi? Odamga qanaqadir ta'siri bormi? Yo'q. Elektromobillar o'zi demak dinamika nuqtai nazaridan juda ham oddiy avtomobilga qaraganda yuqori quvvatli va dinamikasi ancha yaxshiroq hisoblanadi, chunki razgonlar tez bo'ladi va shu holatdagina bir nechta rejimda ekspluatatsiya qilish mumkin. Ekspluatatsiya deganda bu malakaviy o'sha diler tarafdan yoki mutaxassislar tarafdan sotib olganda siz elektromobilni shunchaki sotib oldingiz, bo'ldi, rulga o'tirdingiz, yurdingiz emas. Buni har bitta funksiyasida tanishtiriladi. Yuqorida mana aytganimizdek, ofitsial dilerlar tarafdan albatta bu o'zini har bitta haydovchiga tanishtirib boriladigan funksiyalarini. Aytaylik, ekspluatatsiya jarayonida o'sha zaryadka jarayonida elektromobilga o'sha ma'lum bir zaryad olgandan keyin uni zaryadkani qo'yib yuborish texnologiyalari bor. Agar biz qo'ydik, aytaylik 5 minutdan keyin yana yechmoqchi bo'lsak, zaryad past bo'lsa, elektromobil o'ziga kerakli kamida 25-30% olmagancha qo'yib yubormaydi. Ko'pchilik отверткada chiqarish mumkin, nima uni funksiyalari bor, o'sha pistoletni bo'shatish. Undan tashqari uni ekspluatatsiya jarayonida biza o'sha elektromobilda rekuperatsiya degan tizimi bor. O'zini o'zi zaryadlash, qo'shimcha zaryad ham olish mumkin zamonaviy elektromobillarda. Shu tizimda ko'pchilik foydalanganda tez razgon oladi, to'xtaydi, sport rejimlari bor, boyagi standart rejimlari bor. Vestibulyarniy apparat deydi. Odamda xuddi ana arg'imchoq kimdir uchganda boshiga ta'sir qilishi, bosh aylanishi, u o'ylaydiki, bu elektr o'sha magnit to'lqinlardan deb. Yo'q, elektromagnit to'lqinlar mutlaq bu himoyalangan. Mana shu rejimlarni o'ziga mos standart rejimga, sport rejimga emas, demak larger rejimdan bizda oddiy o'sha rekuperativ rejimni yoqmagan holatda harakatlansa, avtomobil komfort klassik holatda tezlashadi va klassik holatda sekinlashadi. Va bu yerda odam o'zi bemalol mana shu rejimlarda tanlashi mumkin. Sog'lik uchun zararlimi degan bir savolda, demak nima deysiz? Ko'pchilik bu yerda elektromagnit to'lqinlar mutlaq himoyalangan. Agar noto'g'ri aralashuv bo'lib, boyagi ekspluatatsiyasi noto'g'ri kechmagan bo'lsa, demak remont, boyagi texnik xizmat ko'rsatishlar mutlaq ofitsialniy dilerlar tomonidan olib chiqilgan o'sha elektromobillar bizda go'standart tarafdan bir necha testlardan o'tkaziladi. Mana shu elektromagnitlar to'lqini elektromobildan chiqadimi yoki boshqa elektromagnitlar to'lqinida uni elektronikasi qanaqadir ishdan chiqib noxush holatlar olib keladimi, bu kabi testlar birinchi o'rinda bajariladi. An'anaviy avtomobil qoidalarida bilamizki, o'sha moyini vaqtida almashtirib yuriladi yoki benziniga qarab yuramiz. Demak, elektromobillarda alohida e'tibor, alohida demak bir tushunchalar, demak ko'nikmalarni demak haydovchilarimizga bir shakllantirishimiz kerak bo'ladi, chunki an'anaviy avtomobillardan elektromobillar tubdan farq qilishini, uni xizmat ko'rsatishimi, demak o'sha yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yichami demak jiddiy e'tibor berishimiz kerak bo'ladi va siz aytganingizdek sog'lik uchun mutlaqo xavfsiz ekanligini ham agar noto'g'ri agar ta'mir qilinmagan bo'lsa, noto'g'ri mutaxassislarga uchrab qo'ymagan bo'lsa, sog'liqqa hech qanday zarari yo'qligini demak aytishimiz mumkin bo'ladi. Elektromobil va gibridli avtomobillarni samaradorligi haqida ham gapirsak bo'ladi. Bu ichki yonuv dvigatelga asoslangan avtomobillarda yo'q bo'lgan xususiyat, ya'ni elektromobillar va gibridli avtomobillarda rekuperatsiya funksiyasi bor. Bu funksiya orqali elektromobil o'zi masalan 100 kilometrga oladigan bo'lsak, 25% gacha
elektr energiyani ishlab chiqarish xususiyatiga ega. Ya'ni agarda biza elektromobilda ketayotgan bo'lsak ham gazni pedalidan oyog'imizni ko'tarsak, bu yerda oddiy ichki yonuv dvigatelga asoslangan avtomobil sekin yurishdan boshlasa, o'zini yo'li bilan elektromobil qayta energiya ishlab chiqarish xususiyatiga ega. Shu bilan birgalikda biz agarda sekinlashish, ya'ni tormoz pedaliga oyoqni bosadigan bo'lsak, xuddi shunday rekuperatsiya funksiyasi yanada tezda ishlaydi va qo'shimcha zaryad ishlab chiqarib beradi. Shu bilan birgalikda elektromobillarning yana bir xususiyatlaridan biri shundaki, bu yerda rekuperatsiya funksiyasi bo'lganligi sababli avtomobilni sekinlashishi ichki yonuv dvigatelga asoslangan avtomobilga nisbatan ancha tez bo'ladi va bu yerda tormoz, ya'ni sekinlash tizimi qo'llanilmaydi. Shu sababli ham tormoz kolodkalari oddiy avtomobillarda masalan siz 30 ming kilometrda alishtirsangiz, elektromobillar 80-100 ming kilometrda alishtirasiz. Birinchi navbatda biza tizimni yo'lga qo'yishimiz kerakki, haydovchilarni o'qitish masalasini. Hozir ko'rib turibmizki, uni avval sotib olishdan boshlab, xarid qilishdan boshlab to o'shani ekspluatatsiya qilish, foydalanish, o'z vaqtida unga texnik xizmat ko'rsatishga yetkazish, uni dilerlik kompaniyalardan sotib olish masalasi hozir mana kun tartibiga turibdi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda birinchi navbatda biz haydovchilarni aynan mana shu texnika xavfsizligi, mehnatni muhofaza qilish qoidalari, yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan o'qitish tizimini, undan tashqari mana shu elektromobildan boshqarish masalalarini ko'rib chiqishimiz zarur. Demak, ularning tushunchalarini, malakasini demak yana qayta oshirishimiz kerak va qayta zarur bo'lganda tayyorlashimiz kerak bular. Chunki haydovchilarimiz aytganingizdek qiziqib o'sha yangi avtomobillar qulayliklarni ko'rgandan keyin uni sotib oladida, uni xavfsizligini qanday ta'minlash kerakligini mana qancha misollarni keltiryapmiz. Ular haqida tushunchamiz to'g'risida aytishimiz kerak kamroq va unga e'tibor bermaymiz u jihatlarga. Chunki bu haydovchi bu elektromobilni faqat haydash bilan cheklanib qolmasligi kerak. Chunki unda elektron tablo tizimi bor. Har bitta o'sha tabloda yongan chiroqlarda nimani anglatishini, qayerida nuqson paydo bo'lishini u bilishi kerak. Hozirgi kunda biz bilamizki, ko'pchilik elektromobillar uylarda zaryadlanmoqda. Lekin bu ham olib qaraydigan bo'lsak, ozgina mas'uliyatsizlik elektromobilni yonishiga olib kelishi mumkin. Bunga ham texnika xavfsizligi, yong'in xavfsizligi masalalarini ko'rib chiqish zarur deb o'ylayman. Toshkent shahrida zaryadlovchi stansiyalarda elektr xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qanday choralar ko'rilyapti? Mana ko'p xonadonlarda o'rnatilyapti, yuqorida mana ekspertlarimiz aytishyapti. Stansiyalar barpo etilyapti ko'plab. Siz umuman borib jarayonlarni o'rganganmisiz? Qanday siz fikr mulohazalaringiz bor? Nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Har bitta elektr tarmoqda o'zini yuklamasi bo'ladi. Tarmoq orqali zaryadlovchi stansiyalar quvvat oladi. Biz bevosita u yerga borib, u yerda jarayonlarni kuzatmaymiz. Bizda murojaat keladi. Bizga murojaat keladi. Biz u murojaatni ko'rib chiqamiz. Qayerda joylashgan, uni manzili, uni demak faqat murojaat bilan ishlaysiz. Va quvvati albatta toifasi bizga muhim. Biz o'sha quvvatidan kelib chiqib texnik shart ishlab chiqaramiz va texnik shart ishlab chiqarish uchun eng kerakli narsa bu ulanish nuqtasi. Ushbu zaryadlovchi qurilmami yoki uydami, xonadondami zaryadlovchi qurilma qo'yilmoqchi bo'lsa, uni tarmog'ini biz o'rganishimiz kerak. Qayerga biz shuni ulasak bo'ladi zaryadlovchi qurilmani. Xonadon egalarini bu boradagi bilimlari ham oshirilib, zarur maslahatlar berib boriladimi? Albatta, albatta. Chunki bu xonadon, mol-mulk, oila a'zolarining sog'lig'i, hayoti bilan bog'liq masala. Tuman elektr tarmoqlari bilan hamkorlikda ushbu ishlar amalga oshiriladi. Qurilish montaj ishlari yoki tushuntirish ishlari, barcha turdagi ishlar yoki birga hamkorlikda olib boriladi. Hurmatli ekspertlar, bugungi tashrifingiz va bizga bergan ma'lumotlar uchun sizga rahmat. Elektromobillar infratuzilmasini rivojlantirish mamlakatimizda va xavfsizlikni ta'minlash, texnik xizmat ko'rsatish, sifatli xizmat ko'rsatish, kadrlar tayyorlash va bu bozorda sog'lom raqobat muhitida yana ham rivojlanish bu oson emas. Yana ham rivojlanish bosqichlari haqida biz keyingi muloqotlarimizda yana suhbatlarimizni davom ettiramiz. Aytish mumkinki, elektromobillarni rivojlantirish zamon talab qilayotgan yo'nalish hisoblanadi. O'zbekistonda elektromobillar
elektromobillar ommalashib borayotgani nafaqat yangi ish o'rinlarini va yangi texnologiyalarni joriy etishga, balki tadbirkorlikni rivojlantirishga, ekologiyaga bo'lgan zararni kamaytirish uchun ham yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Ammo elektromobillardan foydalanish aholi orasida yanada ko'payishi atrof muhitga zararni kamaytirish uchun bir qator masalalarga yechim topishni taqozo etmoqda. Quvvatlantirish stansiyalarini uzluksiz yashil elektr energiyasi bilan ta'minlash, bu jarayonda quyosh yoki shamol kabi ekologik toza energiya manbalaridan foydalanilsa, tabiatga zarar yanada kamayadi. Elektromobillarning akkumulyatorlarini ta'mirlash va utilizatsiya qilish. Ma'lumki, batareyalar atrof muhit va insonlar uchun zararli moddalardan iborat. Elektromobillarning batareyalari muddati tugagach, ularni qayta ishlash lozim. Aks holda ular atrof muhitga zarar yetkazuvchi moddalarni chiqarishi mumkin. Malakali kadrlarni tayyorlash masalasi va elektromobillarga sifatli xizmat ko'rsatadigan markazlarni yanada rivojlantirish. Bu bugungi tok-showimizda o'rin olgan fikrlar, mulohazalar va xulosalar edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr salomat bo'ling.